Shifokor sifatida hech qachon qilmaydigan ishingiz. Shifokor sifatida hech qachon qilmaydigan ishim odamlarni aldab pulni olmayman. Bekordan bekorga skriningga chaqirmayman, vaqtiga to'g'rilab chaqiraman. Odamlarning sog'lig'i men uchun hamma narsadan birinchi o'rinda turadi. O'sha uchun sog'lig'i bo'yicha hazillashib bo'lmaydi. Sog'liq hamma narsadan qimmat va qadrli. U odamning sog'lig'ini biz birinchi o'ringa qo'yamiz. Hech qachon qo'limni yuvmasdan taomlanmayman va oila a'zolarimdan ham buni talab qilaman. Farzandlarimga va jiyanlarimga balog'at yoshiga yetguncha kofe ichishga ruxsat bermayman. Я веду здоровый образ жизни и не меняю, как перчатки пахнут. Газировkalarni ichmayman. Hech qachon bolamga kreshki, zvashka, chips va kola hech qachon bermayman. Buni ham sizlarga tavsiya qilmayman. Hamshira sifatida sog'lig'imga bee'tibor bo'lmayman. Har 6 oyda medosmotrdan o'tib turaman. Sizlarga ham shuni tavsiya qilaman.